Assalomu alaykum do'stlar. Men Kinomanman va bu O'liklar armiyasi filmi. Bir guruh elit askarlar zombilar qo'rg'on qilgan shaharga kirib, millionlarni olib chiqishga urinishgan paytda dahshatli sinovlarga duch kelishdi. Yuk ortilgan mashinalar 51-hudud deya nomlangan maxfiy hududdan chiqib ketmoqda. Askarlar bu yuk konteynerida aynan nimani olib ketayotganliklarini bilishmasdi. Ularga qarama-qarshi tomonda esa hozirgina turmush qurgan er-xotinlar kelishayotgan edi. Qisib tura olmagan ayol shu yerning o'zida chayon chaynagisi kelib qoladi va oqibatda komandir sodir bo'lgan hodisa haqida xabar berishi bilan ularga konteynerdan uzoq turishni buyurishadi, biroq buyruqni bajarishga ulgurmaslaridan uning ichidan sirli mavjudot chiqib keladi. Aslida zombi bo'lib chiqqan bu maxluq askarlarga hujum qilishni boshlaydi. Qonli jangdan so'ng zombi bo'lib uyg'ongan askarlar Las Vegas ostonasiga kelishadi. Shu zayl Las Vegasning millionlab aholisi bir kechada qonxo'r maxluqlarga aylanishdi. Hukumat virusning jadal suratlarda tarqalishiga tayyor bo'lmaganligi sabab shaharni konteynerlar bilan blokada qilishdan boshqa yo'l topa olmadi. Bir necha oydan so'ng prezident yaqin kunlarda shaharga kichik kuchlanishli yadro bombasini tashlashga qaror qilganligini xabar qilishadi. Sobiq askar Scott Wardning oldiga kelgan Las Vegasdagi kazinolardan birining egasi bo'lmish janob Tanaka unga o'lik shaharda qolgan kazinosidagi 200 million dollardan oshiq bo'lgan pullarni olib chiqish kerakligini aytadi va buning uchun guruh yig'ishini mukofot o'rnida esa olib chiqqan pullardan 50 million dollar berishini ma'lum qiladi. Ayni damda karantin hududida bo'lgan Gate ismli ayol Scottning qizi Kate'dan uning bolalarga qarab turishini so'raydi. U o'lik shaharga kirib, u yerda qoldirilgan millionlarni olib chiqishni reja qilgandi. Bunda esa chegarachi ayol Lilyning yordamidan foydalanmoqchi edi. Scott o'z guruhiga birinchi bo'lib sobiq elit jangchilar Maria va Wenderlarni yollarkan, vazifa haqida tushuntirib, mukofot uchun har birlariga 15 milliondan taklif qilinganligini aytadi. Bundan so'ng 2 millionga uchuvchi Petersni, zombi ovchisi bo'lgan bloger Guzmanni 500 dollarga va seyflarni ko'zini yumib buza oladigan Dieterni 250 dollarga yonlashadi. Ertasi kuni uchrashuv joyiga kelishadi va janob Tanaka ularga vazifalarni ipidan ignasigacha tushuntiradi. Reja bo'yicha ular binoga kirganlaridan so'ng Dieter va boshqalar seyfni ochib pullarni olishguncha Peters bino tomida qoldirilgan vertolyotni zapravka qilib turar. Ish bitgach barcha vertolyotga o'tirib u yerdan oyoq qilishardi. Ular barcha pullarni o'marib ketmasliklari uchun esa Tanakaning odamlaridan biri ularga yo'lboshchi bo'ladigan bo'ldi. Bu ishni bajarishlari uchun esa hukumat Las Vegasni portlatmasdan oldin naqd bir kun vaqtlari bor edi. Shu kuni tunda Scott o'lik shaharga kirishda qizi Kate'dan yordam so'raydi va rozi bo'lishi uchun unga 15 million dollar taklif qiladi. Lagerga yetib kelishgach, Las Vegasga olib o'tuvchi Lily bilan tanishishadi. Kate u yo'qligida Gita o'lik shaharga o'tib ketganligidan xabar topadi va bundan jahli chiqib, unga bunday yordam bergan Lilyning aftini bejab qo'yadi. Ma'lum bo'lishicha, Lily uning bolalari borligidan bexabar bo'lgan, aks holda unga hech qachon yordam bermagan bo'lardi. Lily o'zlari bilan Bert ismli askarni ham olib o'tishlari lozimligini tushuntirib, uni ham guruhga qo'shadi. Barcha yig'ilgach, konteyner eshiklarini ochib, o'lik shahar tomon ilk qadamlarni qo'yishadi va shu damda kuchli hayqiriq ovozlarni eshitishadi. Bu esa zombiga aylangan o'lik yo'lbars bo'lib chiqadi. Ammo yo'lbars ularga tashlanmasdan shunchaki yo'lini davom etadi. Bundan so'ng Bertning oldiga kelgan Lily undan qurolni berishini so'raydi va uni olishi bilan Bertning oyog'iga otib, ular zombilarga qurbonlik keltirishlari lozimligini tushuntiradi. Lily agar qurbonlik keltirishmasa, ancha aqlliroq bo'lgan alfa zombilar hujumiga uchrashlari mumkinligini, qurbon sifatida esa Bertni tanlaganligining sababi u lagerdagi ayollarga qulday qarab, ularni yerga urib kelganligini aytadi. Buni eshitgan guruh esa uni qurbon qilishga rozi bo'ladi. Ko'p o'tmasdan yetib kelgan qirolicha zombi va shotiri tezdagina Bertni o'zlari bilan olib ketishadi. Bertni yopiq binoda istiqomat qiluvchi alfa zombilar oldiga olib kelishadi va biroz turib, qirol zombi ham yetib keladi va uni ham o'zlaridan biriga aylantiradi. Guruh esa qurbonliklardan so'ng hech qanday qiyinchiliklarsiz belgilangan manzillarga yetib kelishadi. Ichkariga kirishgach bir to'da zombilar xurrak urib uxlayotganligini ko'rishadi. Boshqa yo'llar yo'qligi sabab zombilarni oralab yo'lni davom etishga to'g'ri keladi va Scott barchani ortidan kelishga undaydi. Ammo yo'l bo'yi Tanakaning odami Martin tayoqchani boshqa tomonga tashlaydi. Oqibatda uning ortidan kelayotgan Chamber adashib boshqa tomonga ketib qoladi. Ortga qayta olmagan Chamber zombilardan birini uyg'otib yuboradi va oqibatda qolganlar ham uyg'onib unga tashlanishadi. Qiz bir amallab zombilarni biryoqlik qilib u yerdan chiqadi, ammo Martin ortidan eshikni qulflab, uni o'limga mahkum qiladi.
Guzman Martindan Chember qayerdaligini so'raydi, ammo u uni ko'rmaganligini aytadi. To'satdan Chember oynadan sakrab ular oldiga keladi, biroq zombilar qurshovga tushgach, bu yerdan ketishlarini buyuradi. Guzman esa qizni azoblardan xalos qilish uchun ortidagi benzin baqiga o'q uzadi. Belgilangan joyga kelishgach, Skott barchaga o'z vazifasini bajarishni buyuradi. Peters va Mariyalar vertolyotni ishga tushirish uchun bino tomiga chiqishadi. Martin va Lililar bino tashqarisidagi holatni nazorat qilishadi. Seyfni esa Vender, Ditter va Guzmanlar ochishadi. Skott va Ketlar generatorni ishga tushirishadi. Tashqariga chiqqan Lili va Martinning ketchalari qichib, qirolicha zombining e'tiborini tortishadi va u paydo bo'lishi bilan Martin uni qo'lga tushiradi. Buni ko'rgan qirolichaning shotiri Martinga hujum qiladi, ammo Lilining yordami bilan u omon qoladi. Lili bu ishni uning qirolicha qonidan namuna olib, virusga qarshi dori ishlab chiqishni reja qilganligini eshitganligi uchun qilgan edi. Biroq u Lilini aldagan edi. Shartda qirolichaning boshini uzib olgan Martin uning yordamida o'liklar armiyasini boshqarishni reja qilgan edi. Buni ko'rgan Lili agar qirol zombi ularning bu ishidan xabar topsa, bittasini ham tirik qoldirmasligini aytib ogohlantiradi. Ayni damda seyf ocharlar kerakli qavatga tushishadi va shu damda zombilar talpasiga duch kelib, ular bilan jang qilishni boshlashadi. Yo'lni butunlay tozalab bo'lishgach, Dieter bor bilimlarini ishga solgan holda seyfni ochishga tushadi. Ayni paytda Peters Tanakaning vertolyoti teshik tog'oradan farq qilmasligini tushunib yetadi. Bu vaqtda tezkor yangiliklarni efirga uzatishadi va prezident portlash vaqtini bir kun oldinga surganligini ma'lum qilishadi. Bu esa ularda endilikda 1,5 soat vaqt qolganligini bildirardi. Buni eshitgan Skott va boshqalar qolganlarni ham ogohlantirish uchun baqir-chaqir qilib pastga tushishadi. Bu esa Dieterning hisobda adashib, ochilay degan seyfning qayta qulflanib qolishiga sabab bo'ladi. Ammo bu Dieter uchun bahona bo'la olmaydi va ko'p o'tmasdan seyf eshiklari unga qizligini topshirishadi. Ichkaridagi bir dunyo pullarni ko'rgan guruh a'zolari buni ta'riflashga so'z topolmasdan, ularni xaltalashdan u yog'iga o'tisha olmaydi. Bu paytda Kate sezdirmasdan Gitani topish uchun yolg'iz chiqib ketadi. Ayni paytda qirol zombi qirolichaning boshsiz tanasini topib oladi va bundan qattiq jahli chiqadi. Jasadni boshpanalarga olib kelgan alfa qirol uning qornidagi farzandlari ham nobud bo'lganligini ko'rgach, battar quyushqondan chiqadi va armiyasini yig'ib, bu ishni qilgan odamlarni tiriklayin burdalashni buyuradi. Bu gap esa sherbatchaga yoqib tushgani aniq. Skott Kate'ning ketib qolganligini bilgach, Mariya bilan uni izlashga otlanadi, biroq liftdan chiqqan zombilar Mariyani o'ldirishadi va Skott bilan qonli jang boshlanadi. Bu paytda hammadan oldin qochgan Martin chiqish yo'lakchalarini tambalab qochib qoladi. Boshqa yo'llari qolmagach, Vender olib kelgan benzopila bilan devorni teshib narigi tomonga chiqishga urinishadi. Mayda-chuyda zombilar bilan kurashayotgan Vender va Dieterlar oldiga shaxsan Alfa qirolning o'zi tashrif buyuradi. Qanchalik harakat qilishmasin, o'qlar Alfaning shlemini teshib o'ta olmaydi va Vender u bilan mushtlashishga qaror qiladi. Kuchlar hech qanaqasiga teng kelmasdi. Alfa qirolning qo'li baland kelib, endi Venderni tishlamoqchi bo'lganida paydo bo'lgan Dieter unga zarba berib chalg'itadi va Venderning tirik qolishi uchun uni seyf ichiga qamab o'zini qurbon qiladi. Bu paytda tashqariga chiqqan Martin tirik qolishining garovi bo'lgan qirolichaning kalla pochasini ishga solmoqchi bo'ladi, biroq Lili seyfdaliklarda uni pul sanagich bilan almashtirib qo'ygan edi. Ko'p o'tmasdan paydo bo'lgan zombi yo'lbars unga hujum qiladi va kechki ovqatiga svejiy go'sht kelganligidan xursand bo'lib, yamlab bir yutadi. Lili, Skott va Guzmanlar seyf yo'lagidan chiqishgach, tezda tomga chiqishni reja qilishgandi. Ammo yon atrofni zombilar egallab olganliklari sabab oldin ular bilan jang qilishlariga to'g'ri keladi. Afsuski, Guzmanni zombilardan biri tishlab oladi va u Skott va Lililarning tirik qolishi uchun o'zini portlatib yuboradi. Ular tomga chiqishlari bilan Alfa qirol ham ortlaridan yetib keladi va Lili qirolichaning kalla pochasini ishga soladi. Bundan so'ng qolganlarga usiz ketishlarini buyurganida Alfa qirol unga nayza otib devorga mixlab qo'yadi. Boshqa iloji qolmagan qiz qirolichaning boshini tomdan uloqtirib, uni abadiy yo'qlikka mahkum qiladi. Ayni damda Kate qirol Alfaning shtabida saqlanayotgan Gitani topishni uddalaydi. Ammo endi binodan chiqishayotganlarida paydo bo'lgan Bert ulardan birini tishlab oladi. Kate Bertni o'ldirishni uddalaydi, ammo shu damda paydo bo'lgan Alfa qirol laychalarga ularni o'ldirishni buyuradi. Kate va Gitalar ham bo'sh kelmasdan barcha zambaqlarni birin-ketin yer tishlatishadi va gazak uchun Alfa qirol qoladi. U endi hujum qilishga shaylanganida paydo bo'lgan Skott granatomyotdan o'q uzib vaqtdan yutadi. Ammo tomga chiqqanlarda Petersning ketib qolganligini ko'rib tushkunlikka tushishadi. Biroq qari kampirning vijdoni uyg'onib qolib, ularni qutqarish uchun qaytib keladi.
Ammo o'lay demagan alfa qirol yana ortlaridan yetib oladi va minga qo'yib vertolyotga ham minib oladi. Skott u bilan jang qilishni boshlaydi, biroq kuchi yetmasdan undan jarohat oladi va shundan so'nggina boshidan darcha ochadi. Ko'p o'tmasdan yadro bombasi ham ko'rinish beradi. Portlashdan so'ng paydo bo'lgan zarba to'lqini vertolyot boshqaruvini izdan chiqarib, ularni chilpirak qiladi. O'ziga kelgan Keyt, Gita va Peterslar halok bo'lganliklarini ko'radi. Bu talofatdan ota-qizlargina tirik chiqishganida xolos, biroq Skottning umri oxirlab qolgan edi. Alfa qirolning tishlamidan so'ng zambaqqa aylanayotgan Skott o'z qizining qo'lidan o'lim topadi. Vayronaga aylangan shahar xarobalari ostidan tirik qolgan Vender chiqib keladi va bir xalta pul bilan yangi hayot tomon qadam tashlaydi. Bir necha kundan so'ng shaxsiy samolyotida ketayotgan Vender to'satdan o'zini yomon his qila boshlaydi va hojatxonaga kirgach, Alfa qirol uni ham so'yloq tishlari bilan siylaganligini ko'radi. Demakki, hukumatning shuncha qilganini manavi qoravoy ko'tiga tiqish arafasida edi. Tamom. Do'stlar, tomosha qilganingiz uchun rahmat. Film haqidagi o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring, videoga like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi sahnalarda uchrashguncha, xayr.